Assalomu alaykum ovsinjonlar, kanalimga xush kelibsiz. Qalampirlarimni ko'ryapsizmi? Qanday chiroyli, rassa qalampirlarim mo'l bo'ldi bu yil. Bugun men sizlarga eng oson usulda bodring tozalashni ko'rsatib beraman. Biroz mehnati ko'proq, ammo mazali salat bo'ladi. Pomidorimizni yuvib, tozalab, bo'laklarga bo'lib olamiz va misrobkadan chiqazib olamiz. Menda hozircha elektronniy misrobka yo'q. Rechnoy misrobkamdan pomidorlarimni chiroyli qilib chiqazib oldim. Maydalangan pomidorimni katta qozonimga solib, keyingi jarayonni boshlab olamiz. Ko'rib turganinglardek, keyingi jarayonimizda chiqarilgan pomidorimiz ustiga ukrop, kashnich, xirin ko'katlarini solib oldim. Bir kosa chesnok, bir kosa yuvib olingan qalampir va bir osh qoshiq murch soldim. Qalampirni dumchalarini olmadim, chunki qalampirni dumchalarini olsanglar juda ham achchiq bo'lib ketishi mumkin. Agar dumini olmay solsanglar, kimdir xohlasa butunligicha yesa ham bo'ladi, mazasi zo'r bo'ladi. Hurmatli ovsinjonlar, pomidorimizni ko'p qaynatib yubormaymiz, chunki chesnoklari ezilib ketishligi mumkin. Bodringlarimizni qorniga pichoqlarni tiqib olamiz va qorni teshilgan bodringlarni qaynab turgan pomidorimiz ustiga solamiz. Bodringlarni qorini teshib solsanglar, pomidor soklari bodringni ichiga kirib, sochni karsillagan chiroyli bo'lib chiqadi. Yaxshilab bodringlarni solib aralashtirib olib, bir qaynaguncha ustini yopib qo'yamiz. Bir qaynab chiqqandan keyin 4 ta qoshiq tuz solib oldim. Endi tuzni kelsak, sizlar o'zinglarning tabiatlariga qarab solasizlar. Kimdir sho'rroq yeydi, kimdir kamroq. O'shanga qarab solasizlar tuzini. Bonkani yaxshilab steril qilib oldim. Mana salatimiz tayyor. Salatimizni steril qilingan bonkalarimizga solib olamiz. Salat bilan to'ldirilgan bonkamiz ustiga bonka qopqog'imizni qo'yamiz va salatimizni yopib olamiz. Hurmatli bekajonlar, agar bu retsept sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Men sizlarga javob berishdan juda ham xursand bo'laman. Ekranda yaxshiroq ko'rishinglar mumkin, yaqinroq bodringlari ezilmasdan chiroyli chiqdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha ovsinjonlar.